Gruziyaga, qurilishga, stroykaga ishlamoqchi va kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar diqqatiga. Mana yangi obyekt olindi. Bu obyektga kamida 4-5 yillik ish davom etadi. Hozirgi kunda birinchi o'rinda kerak armaturshik, betonshik, apolavkachi ishchi kerak. Eng kamida minimum 10 ta odam bo'lishi kerak brigadada. Bu ishxonada ofitsialni ham oyligi, ham siz Gruziyaga kirganingizdan keyin firma tomonidan sizni 1 yil ishlashga razрешение на работу hamma narsani o'zlari qilib beradi. Oyligi kafolatli, yotoq joy, yeb ichish, texnika bezopasnost hamma narsa bilan ta'minlanadi. Undan tashqari kirishingizdagi hujjatlaringizga biz o'zimiz yordam beramiz. Ish soati ertalab soat 8 dan kechqurungi 6 gacha. Obed vaqti 12 dan 2 gacha, 1 dan 2 gacha, 1 soat, 2 soat obed bor. Выходнойga keladigan bo'lsangiz, qachon dam olsangiz, o'zingizning hisobingizdan bemalol dam olasiz. Xohlasangiz haftani o'rtasiga, xohlasangiz dushanba, seshanba, uni farqi yo'q. Lekin bu yerga hozirgi kunda podsobnik ishchilari kerak emas. Asosiy ishchi qo'lida hunari bo'lishi kerak. Armaturshik birinchi o'rinda armaturshik kerak. Betonshik kerak. Keyin apolavkachi ishchi kerak. Dom qancha bitib, yopilgan sari malyar, eshik deraza, boshqa ya'ni hunari bor ishchi egalariga, ya'ni hunar egalariga yanada ish topiladi. Eng muhimi kelishingiz bilan minimum 10 ta odam bo'lishi kerak. Yana takror aytaman. Hujjatlaringizni firma tomonidan hamma hujjat kirgandan keyin 1 yillik qochqilab unaqa narsa yo'q. Ofitsialni yotadigan joyingizga o'zlari propiska qilib hamma hujjatingizni rasmiylashtirib beradi. Bu hammasi firma tomonidan bo'ladi. Oyligingiz boshlanishiga 80-90 laridan bo'ladi. 80-90 lari bu degani $35 dan boshlaydi. Qancha siz hunaringiz yaxshi bo'lib, ish faoliyatingizni yaxshi ko'rsataversangiz, oyligingiz shunchalik oshib boraveradi. Keyin bu yerga kelib 2 kun ishlab ishxonadan hujjat qilib turib, asta bu yerdan qochib ketarib bo'lmaydi. U siz bu yerdan ketishingiz bilan sizni bazangizdan bular hujjatingizni avtomatik o'zi ya'ni kuydirib qo'yadi. Siz уже Gruziyadagi noqonuniy bo'lasiz. Gruziyaga 1 yil kirib turib turist sifatida yurish boshqa narsa, kirib turib ishlash boshqa narsa. Shuning uchun yotoq, yeb ichish, oyligi, hujjat masalasi hammasi kafolatlangan. Kirish uchun hamma hujjatlarni qilib beriladi. Unda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin eng kamida 10 kishi kerak. Hozirgi kunda 10 ta odam kerak. Undan keyin 20 ta, 30 ta, ya'ni 10 ta odam degani brigadaga 10 ta kishi kerak. Bitta brigada 10 kishidan iborat bo'ladi. 5 ta, 6 ta, 10 tagacha brigada bemalol ishlasa bo'ladi. Ya'ni 100 tagacha, 150 tagacha odam bemalol hozir bu stroykaga kelib ishlasa bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringizda blok terish xizmati ham bor. Blok terishda to'lovi alohida bo'ladi. Bir dona blokni 80 kopekdan teradi. Hozirgi kunda blok terib kuniga $60-70 topadigan ustalar ham bor. Bir kunda 200 dona, 250 dona blok tersangiz bemalol $60-70-80 gacha topsangiz bo'ladi. Bu ko'rib turgan bloklaringiz O'zbekistonnikida og'ir emas, hajmi kichik va juda ham yengil bloklar. Bir kunda yaxshi hunari bor usta bemalol 200-250 dona blokni bemalol terib biladi.